ko'rsatmagan doktorim, olib bormagan tabibim qolmadi. Davosi sizda deyishdi. Bir ko'rib qo'ying doktor. Bekzod Madaminjonovich mumkinmi? Keyin. Qara, tekshiraylikchi. To'g'ri qara. Chapga, o'ngga, endi menga qara. Tez gapir. Nima bo'lyapti o'zi? Xullas. Siz nima ish qilasiz? Men tikuvchi dizaynerman. Yana bir marta choyxonaga boraman deysizmi? Yo'q. Qayoqqa? Uydagilaringiz sovchi bo'lib kelishdimi, Barno yigit? Meni kimligimni bilasizmi o'zi? Mashhur turgan zalingiz meniki, barbadan trener bo'laman. Yana bir marta dachaga chiqaman desiz, mashinangizni uzib tashlayman. Tushundingizmi? Men hech qayerda o'qimadim. To'ydan keyin erim boqadi. Uyda o'tirmoqchiman. Uyda o'tirgan ayollarning hammasi ham zer ko'rmaydi-ku. Men sizni kunni bo'yi uyda kutib o'tirsam, siz 9 dan keyin kelyapsizmi? Ha? Topdim kasalligini. Nima ekan? Kasallikning nomi vaqtida uylanmaslik. Hozir ko'payib ketyapti shunaqa kasalliklar. Davosi bormikan? Bor. Buni 40 kun qorong'u uyda chilla saqlaysiz. Ana undan keyin 41-kuni uylantirib qo'yasiz. Men qorong'idan qo'rqaman. Jur o'zingni bo'ydoqcha ol. Alamagin, uchinchi vaqtida uylanish kerak edi. Hali sen daqalardan qanchasini davolashim kerak? Ha!